Avval xabar qilinganidek, kecha respublikamizga Turkmaniston hududidan kuchli shamol kirib kelgan edi. Buxoro, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida soniyasiga 40 metrgacha tezlikda shamol esgan. Hodisa talofatlari ayniqsa Buxoro viloyatida katta bo'lgan. Bir necha fuqaro jarohatlanib, bir kishi halok bo'lgan. Shuningdek, uy-joylar, avtotransport vositalari, infratuzilma obyektlari, ekin maydonlariga katta zarar yetgan. Xalq ichida bo'lish, insonlarning dardu tashvishlarini o'ylab yashash prezidentimiz faoliyatining asosiy mezoniga aylangan va hamisha odamlarning og'irini yengil qilish, turmush sharoitlarini yaxshilash choralarini ko'radi. Bugun ham davlatimiz rahbari ish jadvalining tig'izligi, hozirgi pandemiya va noqulay ob-havo sharoitiga qaramay, xalq dardiga malham bo'lish uchun zudlik bilan Buxoro viloyatiga yetib bordi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev vertolyotda Qorako'l va Olot tumanlaridagi holatni ko'zdan kechirdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Olot tumani markazida mahalliy aholi vakillari, faollar bilan uchrashuv o'tkazdi. Davlatimiz rahbari kechagi kuchli shamol kutilmagan va ilgari kuzatilmagan tabiiy ofat bo'lganini, odamlar turmushi, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarga salbiy ta'sir qilganini afsus bilan qayd etdi. Hammalaringni ko'rganimdan xursandman. Albatta mana shunday ulug'ayon kunlarida butun dunyoda karantin paytida jonajon vatanimizda ham hamma choralarni ko'rib, har bir tumanda, mahallada, qishloqda katta tashkiliy masalalarni ko'rganimiz, qattiqqo'l bo'lib, tartib intizomda o'rnatganimiz uchun mana o'zlaring raqamlarni ko'ryapsizlar. Shu jumladan albatta Buxoroda ham katta ishlar qilinyaptiki, eng katta harakatimiz har bitta fuqaroning jonini saqlab, bironta o'lim bo'lmasligi uchun 24 soat harakat qilyapmiz. Albatta bu hammamizni boshimizga tushgan katta sinov. Bu sinovdan men birinchi kuni aytdimki, qudratli bo'lib chiqamiz. Jipslashib, muhabbatimiz, mehrimiz bir-birimizga albatta oshadi. Endi bugun Xudo taolani katta sinovi bo'ldi. Mana ikkita rayon Olot bilan Qorako'l tumanini bu ham bir sinov. Eng katta narsa sizlarning kayfiyatlaring buzilmasligi uchun men o'zim yetib kelganim qanday og'ir bo'lmasin, qo'limda hamma ma'lumot bor. Qaysi maktab, qaysi xonadon, qaysi bog'cha, qaysi shifoxonalar qancha mablag' kerak bo'lsa shuncha mablag' beramiz. Bironta xonadon, bironta korxona, bironta mana shu dalalarda g'allalarimizga ham, qishloq xo'jalik sohasida ham bironta fermerga zarar yetkazmaymiz. Bironta fermerga. G'alla buzilgan joyda paxta ekamiz. Mehnat qilamiz, jipslashamiz. Ertaga daromadimiz bundan ham ko'p bo'ladi. Yana bir marta aytayapmanki, men hamma qarorlarni qabul qildim, hech qanday zarar bo'lmaydi. Eng katta narsa vohmaga tushmasdan saramjon bo'lib, odamlarimizni saqlashimiz kerak. Shuning uchun hammamiz bir ehtiyot, ogoh bo'lib, o'zimizda har kunlik ishimizni davom etishimiz kerak. Xudoga ming xalla shukr, mana Xudoni o'zi asragani men o'ylab kelyapman. Agar kunduzi bo'lganda bu narsa ko'p odamni yo'qotib qo'yardi. Odamlar sarosimaga tushib qolardi. Kechasi odamlar ichkarida bo'lgani uchun odamni yo'qotmadik. Qarindoshimizni, farzandimizni, nevaramizni, qo'shnimizni yo'qotmadik. Mana bitta
ashuru joyi jannatdan bo'lsin. U ham endi elektr farzandi tirik, o'zi mana shunday bo'lib, unga ham hamma chora-tadbirlarimizni ko'ramiz. Ikkita rayonda eng katta qilayotgan harakatimiz, men hamma kuch vositalarni, mablag'larni beraman. Sizlar bir bellaringni mahkam bog'lab, sarosimaga tushmasdan yangilanib olamiz. Ikkita rayonda ham mana Rametonni yangi quvdik, undan ham yangi qilamiz. Olatda ham mana shu eski shipirlar, mayli bu ham ketgani, mana shunday ulug' ayon kunlari sadaqa deydi. Shu sadaqa bo'lsin-da, hammasini yangilab beraman. Mana shuni har bir xonadonga, har bir mahalla raislaridan iltimos, har bittalariga o'zlaring kirib, karantin normalari saqlab, odamlarga mani rahmatimni, iltimosimni mana shunday ogohlikka da'vat qilib, sarosimaga tushmasligini iltimos qilaman men. Hammasini qozonni qaynashga ham imkoniyat beramiz, boshqa sharoitga ham imkoniyat beramiz. Mana e'tibor qilgan bo'lsalaring 2-3 marta aynalib, hamma joyda ko'rdim. Menda kelishimdan oldin ma'lumot bor edi, lekin o'zim ko'rganim va sizlarni ko'zlaringga qarab Toshkentdan turib gapirish mumkin, lekin kelib ko'rish u mutlaqo boshqa narsa. Shuning uchun men o'zim bu meni jonajon xalqim, bitta mahalla ham, bitta ko'cha ham, bitta xonadon ham men uchun aziz, mukarram, mana shunday aziz xalqimni qutqarish ham qarz, ham farz hammamizga. Shuning uchun hech bir xavotirda bo'lmanglar. 5 kunda emas, 3 kunda ham qildira olaman, lekin xavf karantin bo'yicha ko'proq bo'ladi. Bir balodan qutulaman deb ikkinchi baloni olib kelmaylik. Shuning uchun ko'pi bilan 10 kun o'zimizni kuchlarimiz bilan qilamiz. Uyini oldiga shipirni ham olib borib qo'yamiz, taxtasini ham olib borib beramiz. O'zimizda sinalgan, karantindan o'tgan quruvchimizni ham o'zimizdan qilsak, xavf xatar kamroq bo'ladi. Hech bolani o'ylamang. Yana bir marta mana shunday ulug' ayon kunlarida iloyim hamma bola shu bilan ketgan bo'lsin. Iloyim shu bilan ketib yaxshi kunlar bo'ladi, yaxshi niyatlar amalga oshiramiz. Men bugun kirib ziyorat qilaman, mana shu Naqshbandiy bobomizga iltimos qilamizki, mana shu hamma bolalar yo'q bo'lib, mana shu ikkita rayonimizda xalqiga o'zi tinchlik, osoyishtalik, barakotini bersin. Shuning uchun Nargiza xonam hech xavotir olmang, hech bolani o'ylamang. Juda katta ishni boshladingiz. Men qo'shimcha yana nima fikrlaringiz bo'lsa qo'shilib yordam beraman. Mana shunday Sherali sanam yangi hokimsan, hech bolani o'ylamagin. Mana shunday og'ir kunlarda biz odamlarni birlashtirib, hammamiz nimaga qodir ekanligimizni ko'rsatishimiz kerak. Hech sarosimaga tushishga o'rin yo'q. O'rin yo'q. Bu ham bir endi sinov. Mana shunday ulug' ayon kunlarda mana shunga urgani shu rost bo'lsin-da, shu bilan qutulaylik. Mana shuning uchun sizlar bilan ko'rishib, ko'zim bilan ko'rib ketganim, o'zim tinch yuraman. Nimaga aytsangiz, menga kechasidan birin 10 marta odamlar tushuntirdi, rahbarlar kamerani ham ko'rsatdi, rasmni ham ko'rsatdi, lekin ko'nglim tinch bo'lmadiki, sizlarni mana ko'rib, o'zlaringiz so'zlaringni eshitib, sizlar bilan birgalikda mana shunday ofatni ham albatta yengimiz. Qurilish tashkilotlari, mana Promstroy material, energetika, xudo xolasa shu hamma yiqilgan stalbalarni ham tiklaymiz, ammo Buxoro asos stansiyalarini ham ishlatamiz. Katta apparatlarni ham hozir temir yo'ldan texnik olib kelyapmiz. Ularni ham qo'yib, hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Bironta masala bo'yicha muammo yo'q. Sabr kerak, toqat kerak, salgina vaqt kerak. Sizlardan iltimos, meni eng ishongan mahalla raislarim, menga kuch, qudrat berayotgan insonlar, sizlar bugun har kungidan ham bir yuzlaringdan, tillaringdan mehr va muhabbat xalqimiz buni sezish kerak. Mana shunday paytda biz hammamiz mana shu ichki imkoniyatlarimizdan foydalanib, odamlarimiz ruhlari tushmaslikka sizlar da'vat qilishlaring kerak. Menga nima gaplaring, nima niyatlaring, nima istaklaring bor? Qurilishdan o'ylamanglar. Bu ham bir sinov. Eng katta narsa, yana bir marta iltimosim, mana shu mahalla raislari, uchastkovoylar bilan birga sektor rahbarlari uyma-uy spiska qilib, shoshilmasdan tartib bilan, intizom bilan hamma narsani to'g'rilab olamiz. Albatta qishloq xo'jaligiga juda katta talafot bo'lgan, g'alla kamroq bo'ladi. Hech bolani o'ylamangan, men g'allani zaxira qilib qo'yaman. Nimaga aytsangiz, yeyish uchun kerak u oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha hech o'ylamangan. Lekin yana bir marta g'alla buzilgan joyda obi-tobi kelganda darrov paxta ekib yuboramiz. Mehnat qilamiz, paxta bo'ladi. O'tirsak kutib, kim bizga bir so'm olib keladi? Kim daromadimizni o'ylaydi? Hech kim o'ylamaydi. O'zimiz o'ylaymiz. O'zimizni xalqimizni daromad. Qo'limizdan keladimi paxta ekish? Keladi. O'rgangan dehqonlarimiz bor, juda katta mirishkor dehqonlarimiz bor. Xudoga shukr, buni hammasini inobatga olib, faqat sargina sabr, toqat, chidam, yana bir marta bir-birimizga mehrimizni oshirib, mana shu kunlar ham bir tariximizda
bir sinovdek bo'lib qoladi. Bir bola keldi endi. Men kechasi bilan mijja qo'rqmay iloyim dedim, o'lim bo'lmasin dedim. Odamlarni saqlang dedi. Xudoga shukr, shu yo'qligini o'zi bu bizga mana ulug' ayon kunlarda Xudoning bergan katta marhamati, juda katta inomi desak, bu ham to'g'ri bo'ladi.